Bir hafta tursa ham qotib qolmaydi. Og'zingizga solasiz, chaynamasdan yutasiz. Shunaqa mazali pahlavani birgalikda tayyorlaymiz. Idishga un solamiz, xona haroratida yumshab turgan sariyog'ni solamiz va urvoq holiga keltirib olamiz. Ikkita tuxum sarig'i qo'shamiz, oqini olib qo'yamiz. Iste'mol sodasini ustiga uksus qo'yib yaxshilab aralashtiramiz va tuxumli massaga qo'shamiz. Muzlatgichda sal eskirib qo'ygan qaymog'ingiz yoki smetanangiz bo'lsa solasiz, yumshoqqina xamir qorasiz. Ikkiga bo'lib 20 daqiqa tindirib qo'yamiz. Xamir tingunga qadar nachinkani tayyorlab olamiz. Yong'oqni maydalab blenderlab olamiz. Ustiga tuxum oqi va shakarni qo'shib aralashtirib olamiz. Nachinka tayyor bo'ldi. Endi xamirlarni yoysangiz ham bo'ladi. Xamir juda ham mayin bo'lgani uchun un yordamida avval birinchisini listi o'lchamida yoyib olamiz. Listga pergament qog'oz solamiz va uni ustidan xamirni qo'yib, chetidan ortib qolgan xamirlarni kesib chiqamiz. Ustiga avvaldan tayyorlab qo'ygan yong'oqli nachinkani bir xilda qilib qo'yib, ustini tekislab, ikkinchi olib qo'ygan xamirni ham xuddi shu o'lchamda yoyib chiqamiz. Yoyilgan xamirni listning ustiga yopamiz va chetlaridan ortib qolgan xamirlarni yana kesib olamiz. Bir list pahlavani endi xohlagan shaklda kesib chiqasiz. Bizniki mayda qilib kesganmiz. Ko'rinishi juda ham chiroyli bo'ladi. Videoni boshida ko'rdingizmi? Xuddi aynan shunaqa chiqishi uchun sal maydaroq qilib kesib chiqasiz. Kesilgan xamir ustiga ikkita tuxum sarig'ini qo'yib, 180 gradusda 40-45 daqiqa pishirib olamiz. Albatta tayyorlab ko'ring. Ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling.